Salom do'stlar, mana hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Kiraat qilingan Bitcoin'ning 4 soatlik grafiki. Bu videoda sizlarga Bitcoin zodi qanday holat turadi, ya'ni buquning yugurish altidami yoki oyoqning tushish altidami degan mushto'g'riliq o'zini qisqagina tushunchasini va farazlarni o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Hozir maya qarasak, izchil yukselayotgan, ko'tarilayotgan bir baho grafikini ko'rmasizmi? Qanday bo'libdi ekan? Yuguribdi buqa, o'sibdi. Maya qaraganda yangi bir rekordni yaratibdi. Bir nafas epdi, mayalarga tuzoqlarni quribdi. Yana bir yuguribdi, yana may rekordlarni buzib, yangi rekordni bir quribdi. Yana nafas olib chiqibdi, maya tuzoqdan birini quribdi. Yana qayta yugurib, yana oldin qatim qolganda yangi rekordni degandek. Shunda bildiq paystoq chiqib yangi rekordlarga yuguragyapti. Ya'ni buni buquning yugurishi deb aytadigan bu grafikda. Oyoqning qanday bo'ldi desanglar, eng orqatimqi, eng cho'qi nuqtasi Bitcoinning 65 mingga chiqibdi. Baho jihatdan shunaqa. Undan qanday bo'ldi? Bugungacha 1.2 oyning yaqin bu bahoga yiqilishim boqmadi. Shunaqa. Unda qanday ekanmiz? Hozir bu qadar emaskanmiz aytamiz, shunaqa. Biz lekin ko'p analizchilar 3-4 kungacha deyli mushu yerga o'xshatgan mayaga mana o'xshash 2-3 parchoq dasta deb nima berish 2-3 degandek dasta paqdi. Ana miyada bir qadam 2 qadam dasta dog'i. Mayada shu bir qadam 2 qadam dasta nima shunga o'xshash bir yeni bir miyaga kelgan 65 minglik bir yeni bir rekordni bir nafas elib qaytadan yugurish ko'tdi. 2 qatim dastada 2 putini yerga tekkizdi. Endi qaytadan nima qildi? Bu 2 putini hammasi tuzoq, bizga qurgan tuzoq deb o'ylagandi. Afsus qanday bo'ldi? Bu 2 3 4 5 6 qatim dasavatdi hozir bu yerga. Shuning uchun bu mavsumda emas, bakroq ayiqning mavsumiga, ayiqning yugurishiga o'tganligimizda menimcha 51% ifodasi deb o'ylayman o'zimcha. Mendan boshqa meni nurg'un osondik analizchilar bu kichik bir ayiq mavsumiga kirdi deb o'ylaydi. Chunki ayiq mavsumi odatda 1 yil 2 yil davom qilgan mezgil ekan-ku. U vaqtda u beshi ko'p coinlar hammasi shu baho jihatdan %95-98 erib ketdi, yo'qolib ketdi. Mesela hozir $1 coinlar 0.0 olib ketdi deydi. Mesela Bitcoin mesela $3000 tushdi. Asari $100 yaqinlashdi, tushdi degandek bo'ldi. Shunga o'xshash ayiq mavsumi shunday bo'ldi deb o'ylaydik. Shuning uchun bularning ko'pincha ayiq bu emas, bunda ayiq olmaydi deydigani shuning uchun shuni ayiq o'xshatmoqlik shu. Lekin qarasak ayiqning cho'ng'im kichigim bor meni. Agar ayiq olmagan bo'lsa 1.2 oyga yaqin nima bu oldin qatim 65 minglik rekordni biz yine bir yangi rekordni yaratmaydi bu. Shuning uchun bugun biz Bitcoin'ning buqu yugurishida emas, ayiq yugurishiga bekroq yaqin kelamiz deb o'ylasam bo'ldi. Undan boshqa nimishqa buni buqa yugurishni ayiq yugurishiga o'tganda deb o'ylab qolgan bo'lishim mumkin. Buni yana bunda bir o'ylasak bo'ldi. Masalan, mayalarda og'a odamlar bor. Shunda 10 ming, 20 minglarda, keyin mayada 30 mingda odam bor. Bu og'a odamlar nima ish qildi? Buni bir umr tutmaydi-da. Mayalar kelganda foydasi olgandan keyin sotadi yoki chiqib ketadi. Keyin bu yerdan keyin bu 100 ming bir ehtimollik qiyin deb o'ylab, keyin baho tushgandan keyin yeni sotib qilmaydiganlar bor. Ko'pincha baylar, ko'pincha pulisi borlar ma'lum bir qismini tutib, yoki bo'lmasa men 10 tani Bitcoin oldim, men 60 mingga chiqqandan keyin ishga aslanadi. Shunaqa. Yerimini sotsam, men sog'an mablag'ni qaytarib olib, qolganini qanday bo'lsa mayli deb o'yladiganlar bor. Yana bir sotib qildiganlar bor. Shuning uchun 60 mingning usti ko'pincha vaqt foyda oladigan vaqtda. Shuning uchun meni satishlar bo'ldi. Undan boshqa har xil xabarlar chiqdi. U sotdi dedi, bu sotdi dedi, unda qoldi, bunda qoldi. U davlatdan manda qildi ekan, bunda qildi degan gaplar bilan birga mishani qattiq bir Bitcoin'ni baho jihatdan tushib bo'ldi. Yana biriga Fear and the Greed Index. Bu nima desanglar?
qancha meyaga yaqinlashgan sari bozorda shuncha bahoning tushishi, shuncha ko'p odamlarning ziyon tortganligini, hamma odamning qo'rqqanligini, bu yerdan bu bozorga yaqinlashmanglar, bu bozor menda bozor, bu uyan tugidi, bu bitcoinning vaqti oxirlashdi, vayron bo'ldi bitcoin texnikasi deb o'ylagan vaqtlar. Qancha bu endi shu iyiqning mezgilida shuncha mushlarga keldi. Sal turib nimaydi mikrofon tushuntirib qo'yman. Qancha bu yeshilga mang'an siri bu istirlikka shuncha odamlarning qo'rqmay, voy bu unda yaxshi, bunda yaxshi, voy paydan bo'ldi, voy manchilik payda oldim, unda qolib ketdi, bunda qolib ketdi, voy ana bitcoin unda oldi ekan, bunda oldi ekan. Roketni osmonga uchatibdi. Endi uzoq nimada havo boshliqlaylar bermazanda bu 100 mingga chiqadi, 200 ming chiqadi deydigan vaqtlar, bu yeshil vaqtlar, xamxo'rlar deydigan vaqtlar. Ko'pincha yaxshi bildiganlar, yaxshi o'ynalaydiganlar bu bozorni yeshilda sat, qo'rqqanda ol. Yine xabarni sat, qo'rqqanda ol deydigan strategiyalar bor ekan. Shundan ko'p odamlar mayada sotdi, endi mayada ilish boshlangan bo'lishi mumkin. Endi ilish boshlandi desak bo'ladi. Bumi shu. Bitcoin mesela qancha nimaga yaqinlashgan sari ikkinchi qadam shuncha yuqorilab mangibdi ekan. Hozirmi shu mesela qarasak, mana eng tön baholarga yiqilib qoldik mana. Mana mayaladimi shu oldingi yilning 3-oylarda bitcoin 3,000 $4,000 vaqtlar mana hammadan qo'rqib, voy endi bu bitcoin yo'qolib ketdi degan vaqtda mishal og'alar hozir qanda yani balki xilobdan millioner bo'lmasa xilib normal bir turmushni qamdag'idek bir pulga ega bo'lib bo'ldi odamlar. Shuning ko'p odamlar bu ishni yaxshi bildiganlar, shunda qo'rqib, xalqni qo'rqqanini sotgan, azanchiga vaqt elib, hamma odamning va endi bu narsa undan yaxshi, bundan yaxshi, unda bo'lib ketadigan bo'ldi, 100 mingga chiqqan bo'ldi, 1 million bo'lib ketadigan bo'ldi degan vaqtda setib, foydasini olib, meni tushganini saqlaydigan odamlar ko'p. Shuning uchun meyada sotgan, endi shu elishni kutyapmiz. Yoki qo'rqmay bu yerda elishimiz menimcha sotgandan bakroq bizga nisbatan foydali bo'lishi mumkin. Lekin buni meni oldi, meni sotdi deb elib sotib qilsang u to'g'ri emas. Chunki hech kimga elin setin deb demaydi bu. Ondan başqa mening strategiyam bo'yicha bir bitcoin bo'lsin yoki boshqa coin bo'lsin, masalan, hozir elishim uchun, masalan, hozir bir bitcoin olaman desam, aniq 2-3 tane bir sabab bo'lishi kerak. Bu videoda bu to'g'riliq tafsiliy to'xtalmayman. Keyingi videolarda bu mezgilda qanday elish kerakdi, hozir eyiq mezgilida qanday qilsak yaxshiroq bo'ldi, yaxshiroq foyda oldi, ziyon ozod qilib bo'ldi deganni men keyingi videolarda sizlarga tushuntirib o'taman. Bu videoda bu yerdan degandek biz hozir eyiqning tush mezgilida, ya'ni mavsumida biz hozir shuning uchun shunga qarata bir taktika, strategiya tuzsamiz. Agar yillik, 2 yillik saqlaydigan plan bo'lsa, hozir osonla bir cho'nta taq yo'q menimcha. Chunki bir yil 2 yildan keyin bu texnika, ya'ni shu bitcoin texnikasi narsa shu o'xshash, faqat sizning qayerda sotishingizga bog'liq. Shuning uchun sizning strategiyalar, taktikalar, sizlarning iqtisodiy ahvolingizga qarata elish yoki sotish shunga qarata plan qilsanglar bo'ldi. Endi birga Hollywoodda bir donliq analizchi bor. Uning nimasi bo'yicha, tahlili bo'yicha biz eyiqda, elish yerida bu yerlarga o'xshash qattiq bir yuksaladigan bir bahoning oldingi bir nafas olishi. Biz yo'lning yerimida, bu qatimqi bu yugurishning yerimida anga 100 mingdan ko'p bahogacha chiqa oladi bitcoin degandek analizi bor bu odamning. Bu odamga %80lik bir to'g'riliq nimasi bor ekan grafikining. Chunki nurg'un vaqt qilgan tahlilli analizi, farazlar to'g'ri chiqqanligi uchun hozir bu odam deydi shu bizdagi yo'lning yerimida hozir og'allar menimcha ziyon tortmaydi deydi masalan. Shuning uchun bu
bu yerda nurg'un grafiklar, nurg'un analizlar chiqarli bo'ldi do'stlar, lekin eng muhimi hozir o'zingizlarning qaysi vaqtda qanday qilib qayerga saqlashingizni aniq bilishinglar kerak. Shuning uchun bu video menimcha ancha-muncha tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Bu videoning xulosasini qilsam, hozir biz ayiqning yugurishida. Shuning uchun buni ayiqning yugurishi tugab, buqning yugurishiga qachon belgili bo'ldi. Buni hech bo'lmasa shunday grafiklarning ustiga, chiziq to'saqlarning ustiga chiqqandan keyin, masalan, 4 soatlik bo'yicha eng oz 39 bunun ustiga chiqsa, balkim tushish endi ostilabdi, endi balkim 51% yo'qolishga qarab mengib tursak bo'ldi. Agar buni ustini chiqamasa, yeşil baldaqlarni ko'ramasak, bu yanlam tushish uchun yo'l mengaytibdi, tush qarta mengayotgan bir grafik var ekan deb shuni qarta ya olamiz ya sotamiz bu. Ama boshqa buqoda yoki hozirgidek ayiq vaqtlarda qanday qilsak, qaysi strategiyani ishlasak yaxshiroq bo'ldi, ziyon oz payni ko'p bo'ldi degan to'g'riliq men keyingi videolarda sizlarga tushuncha berib o'taman. Xolisani keyingi videoda ko'rishamiz. Bu video tunji video hisoblanadi, sizlarga nisbatan tunji video bo'ldi. Nima qilmoq deysizlar desanglar, chunki anglayapsizlar, ko'ryapsizlar, gap so'zlarimda duduqish, nima qilish, yaxshi tushuntirmaslik degandek har xil nimalar bo'lib qoldi. Sharoitlarni yor bermaydi degandek kompyuterning nima shamoldirish ovozimi, balkim ovozimni besib ketgan bo'lish ehtimolliqim bor, chunki ovoz chiqib turadi. Shuning uchun qo'limdan kelishicha qilyapman do'stlar. Yoqtirgan bo'lsanglar, balki meni savollar bo'lsa so'rasanglar, shu nima bo'yicha keyin shu bo'yicha video qilsak bo'ldi. Yoki bilganlarimdan shunday vaqtim chiqsa, shunday o'rtoqlashib sizlar bilan chiqarib qilib qo'yman. Xohlasanglar, yoqtirsanglar, do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'ysanglar bo'ldi. Chunki bu biza shunday har xil o'yinlar ko'p, yaxshiroq analiz qilsanglar, haqlar olli deb qo'yish, olli episodli deb qo'yib qilsanglar, beka pulinglar erib ketadi, yo'qolib ketadi yani. Shuning uchun biz o'rganib turibmiz, sizlar o'rganinglar, taklif fikrlar bo'lsa o'zaro o'rtoqlashib, yaxshi qilmaga yana tuzitib, yaxshilab, o'zaro foyda olib maqsad menimcha bir yomon ish emas. Bo'pti do'stlar, gapni uzatmay, video uzun bo'lib ketsa, keyin kurashishni xohlamay qolib qolmanglar. Shuning uchun keyingi videoda kurashchaman, omon bo'linglar, hammanglarga omad yor bo'lsin. Bo'pti, mayli, xayr xo'sh.